revansh o'tkazilyapti. Leg kick bilan boshladi Ankalayev. Kutsulaba kutyapti. Ichkariga kirib borishga, masofani qisqartirishga va o'zi uchun qulay distansiyaga ega bo'lishga harakat qilyapti. Ankalayevda masofani ushlash imkoni bor, qo'llari uzun. Mos ravishda oyoq ham uzun albatta. Lekin Ankalayev jeblarni hali ishlatmayapti. To'g'ridan to'g'ri oyoq bilan hozir high kick ijro etgan holda Ankalayev hisobni ochib qo'ydi qaysidir ma'noda. Sezilarli zarbalar hisobini shaxmat partiyasini ko'proq eslatyapti hozircha jang. Taktik kurash. Kutsulaba leg kickga javoban cross yo'lladi va tegdi. Ankalayev buni his etdi. Shuning uchun sal footworkni faollashtirdi, faqat orqaga qarab ketyapti. Yana Kutsulaba boshni ovlamoqda. Bittada hal qilmoqchi. Bu jang oxirgacha boradiganga o'xshamayapti. Haddan tashqari prinsipiallik yuqori darajada. Menimcha Ankalayevning murabbiy ovozi kelyapti. Masofada ishla deyapti, yaqinlashma. Bilyapti Kutsulabaning yaqin masofada xavfli ekanligini. To'g'ri ko'rsatma. Lekin Kutsulaba ham tushunadi bu ko'rsatmalarni, eshitayotgandir. Moldovada ham baribir rus tilida gaplashiladi. Intervyularni ham ba'zida rus tilida beradi Kutsulaba. Rostdan ham yaqinlashishi bilan Yon sal ustunlikni qo'lga olyapti. Va zarbalar soni bo'yicha tenglashib oldi. Tuzza yaxshi kirdi hozir tana qismiga. Ankalayevda. Ikkinchi raqam bo'lib ishlashga qarshi emas Ankalayev. Aniqlik va timing ustunlik qilyapti uning harakatida. Kutsulaba esa bosim va faollik evaziga olib chiqmoqchi bu jangni. Masofadan zarba. Ayab ishlatyapti Ankalayev zarbalarini va kuchini ham juda ayab ishlatyapti. Almashuv hozir kimningdir foydasiga deb bo'lmaydi. Chap qo'li o'tdi. Muvozanatni yo'qotdi Kutsulaba. Lekin bormadi oxirigacha. Ankalayev negadir pauza ushladi. Mountga ham intilmadi va stoykada ham davom ettirmadi hujumni. Va Kutsulaba tiklandi. Bo'ldi. Menimcha yo'q, hali imkon beryapti. Refi! Kech aralashuv o'lsin. Boya edi tugagan. Fantastik nokautga erishyapti Magomed.